Ayollarimiz uchun eng kerakli bo'ladigan mahsulotlarimiz Entem gigiyena parvarishi hisoblanadi. Bu mahsulotlarimiz hozirgi kunda sketkada har xillaridan mavjud. Bular Entem gel hisoblanadi. Bir emas 5 xildan mavjud. Hozirgi kunda davolaydigan, infeksiyalarni o'ldiradigan, allergiya bermaydigan mahsulotlar, hid beradigan mahsulotlar hisoblanadi. Hamda mana bu kremimiz esa qorayishlarni davolaydigan va spreyli dezodorantlarimiz ham mavjud. Katalogimizda barchasi sketkada, a'zo bo'lib 20% sketka bilan xarid qilishingiz mumkin. Faberlic kompaniyasida hozirgi kunda juda ham zo'r sketka bilan shampunlarimiz sotilyapti. Mana bu shampunimizga ham alohida ta'rif berib o'tib ketmoqchiman. Bu mahsulotimiz hozirgi kunda yangi chiqqan mahsulot hisoblanadi va qora ziradan tashkil topgan tarkibi juda ham zo'r sochni o'stiruvchi xususiyatga ega shampunimiz hisoblanadi. Bemalol olib ishlatib ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari lav shampunlarimiz juda ham zo'r, butun oila uchun qayg'uradi, ya'ni bu butun oilangiz uchun javob beradi. Bemalol yoshi kichkina yoki yoshi katta butun oilangiz uchun ishlatsangiz bo'ladi. Undan tashqari botanika shampunlarimizni ham turli xillari bor. Asosan mana shu hozir 77-70 artikuli shampunimiz bu shampun balzam hisoblanadi. Ya'ni siz alohida shampunga qo'shimcha balzam olishingiz umuman shart emas. Buni ichida shampun bilan birgalikda balzami ham mavjud. Ya'ni sochingizni silliqqina qilib qo'yadi.